Hadi. Hurmatli obunachilar, sizlarga BAF mashinani reklama etib beracakman. Xudo xolasa akşam salonlarni tushirib tashang debsizlar, ina salonlari. 7 mesda arkasında 3 tane 75'lik metani bor. 210 ming so'm bilan to'ladi. 700 km yuriydi. Yine. Gördünüz Polni monitor. Yine motorları. Akşam 5 litre benzin saldık. Maşin idealni holatda. 500 koruz. Pakalini metan gazları bor. Görürseniz mümkün. Idealni holatda turibdi salonlar. Konditsioner ham muvaji bor. Polni mexanikani eng full pozitsiyasi. M7 4 tane paket yumshoq bolalar qo'yilgan zima leta qishdan yozdan yuraveradi u. 138 ming probeg yurgan, probegini aytganman bilmaysizlar. Kommentariyada yozgansizlar probeglarni aytmansam deb. Yo'q, aytganman lekin probegini. Kredit olaman desangizlar, gelsangizlar 165 milyon so'mgacha kredit chiqarib beradi ekan Enerbank. Eldindagi summasi unchalik ko'p bo'lsa, oylik to'lov shunchalik arzon chiqadi. Mashinning tan narxi 180 milyon so'm. Liboy yer bilan solishtirib ko'ringlar. 200 milyondan 230 milyon so'mgacha qo'yilgan. BAF M7 2023. O'zi 9 mesda bo'lgan, 9 mesda 7 mesda aytilgan. Sababi arka sidinalari olinib 3 tane 30'lık metan qo'yilgan. Görürseniz mümkün. 15 milyon so'm metan ustidan o'tkazilgan. Şuradagi 1 riyad olingan qiruvchi. Bahasini aytdik. Kredit sistemasi bo'yicha kelsangizlar kredit ham chiqarib beramiz. 30 milyon so'mlar bilan kredit chiqadi, oylik to'lov 5 milyon so'mdan 5 yilga chiqadi, 5 yilga. Bosib berasizlar, bir like'larni, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Bilamiz Xorazm güç. Xorazmni poddesh etmasa lekin Xorazmni emas lekin. Sog' bo'lasizlar.